Assalomu alaykum. Zubur 1135 yangi kelgan mini traktorlarimiz. Xudo xolosa aylanma plug taqqanmiz. Aylanma pluglarimiz ham alohida sotuvda bor. Lekin bu to'r korpusini torta olmaydi bu traktorlarimiz. Bemalol 300 400 to'r, 500 to'r traktorlarga qo'ysa bo'ladi bemalol. Aylanma plugimiz 3 xil varianti bor. 3 korpusli, 4 korpusli, 2 korpusli variantlari bo'ladi, sotuvda mavjud. Bu 4 korpusli plugimizning narxiga keladigan bo'lsak, 18 milyon 500 ming so'mdan 4 korpuslimiz. 3 korpuslimizda bor. 16 milyon 500 ming so'mdan 3 korpusli varianti aylanma plugimiz hozir endi bu siklatimizda tugab qoldi. Toshkentdagi siklatimizda da bor. Mana bu yerda aylanma 2 korpusli pluglarimiz. Bularning narxiga keladigan bo'lsak, bunimizning narxi 11 million so'm. Bu aylanma 2 korpusli plugimizning narxi 11 million so'm. Bemalol 1135 mini traktorimiz torta oladi. Aylanma 2 korpusini 3 korpusli, 4 korpusli pluglarni endi katta traktorlarga qo'yiladi. 2 korpuslining narxi 11 million so'm, 3 korpuslining narxi 16,5 million so'm. 4 korpusli plugimizning aylanmani narxi 18,5 million so'm. Endi traktorimizga navbat keladigan bo'lsa, traktorimiz 1135 bo'ladi. 35 ot kuchiga ega bo'ladi bu traktorimiz. Alohida radiatorlarga ega, mashinaning radiatoriga o'xshagan. Alohida radiatorli bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, mashinaning radiatoriga o'xshagan ventilyatorlari bor. Sabab ertaga yozda ishlatgan payti tez qizib ketmasligi uchun alohida radiatorlar qo'ydirib olib kelingan. Peridoklarga keladigan bo'lsak, peridoklari 304, 404 traktorlarning peridoki bilan bir xil bo'ladi. Katta peridok bilan jihozlangan bo'ladi. Rullari gidravlika bo'ladi. Xo'p, bu traktorimizda rushnoylari bo'ladi. Raspberry rechaklari 3 tali bo'ladi. Moydatchik, suvdatchik, akkumulyator voltini ko'rsattiradigan, matachasini ko'rsatib turadigan datchiklar bilan jihozlangan bo'ladi. Rullari gidravlika. 2 tali tormoz bo'ladi. Skorslarga keladigan bo'lsak, общий 8 ta skors bo'ladi. Понижение, повышение bilan, задний bilan 8 ta skors bo'ladi. Orqalarida 2 silindrli bo'ladi, tashqi silindr bo'ladi, ichki silindr bo'lmaydi bular. Tashqi silindr ancha baquvvat keladi. Endi bu traktorimizning narxiga keladigan bo'lsak, 1135 imizning narxi 63 million so'm pul bo'ladi. 63 million so'm 2 korpus plugi bo'ladi. Oddiy o'zini 130 lik frezalari bilan bo'ladi. Rullar uchun alohida nasozlar qo'yilgan, akalar ko'rishingiz mumkin. Hozir videoda shu 4 korpusini bemalol ko'taradi, lekin torta olmaydi, ma'lum bu aniq. Aylantirib ko'rsatamiz. Aylantirgan jarayon. Bu bizning traktorimiz bitta porsiyaga aylantirib beryapti. Siklatimiz Toshkentda, Sobir Rahimov Do'mbrobodda, telefon nomerlarimiz 93 204 4100. Plugimiz ham, traktorimiz ham sotuvda mavjud.